5 yil, 10 yil yoki undan ham ko'proq vaqtdan beri oylikka ishlayapsiz, lekin hali ham o'zingiz xohlagan hayotda emassiz. Oylik olasiz, lekin pulingiz qayerga ketayotganini o'zingiz ham bilmay qolasiz. Atrofingizda esa kimdir uy olgan, kimdir mashina, yana kimdir sayohatda va siz o'ylaysiz, nima xato qilyapman? Gap kam pul topishda emas, gap pulni qanday ishlatayotganingizda. Bugun men sizga hayotingizni butunlay o'zgartirishi mumkin bo'lgan bitta oddiy, lekin juda kuchli usulni ko'rsataman. Diqqat bilan ko'ring, bu siz o'ylagandan ham muhim. Topayotgan pulimizni to'g'ri joyiga ishlatish har doim ham aktualniy mavzulardan bittasi bo'lib kelgan, farqi yo'q. Siz oylikka ishlaysizmi yoki qanaqadir biznesingiz bormi? Bu narsa har doim qiyin narsa bo'lib kelgan. Ancha yillar davomida o'zim ham topgan pullarimni qanaqa qilib ishlatish, qayerga qo'yib qo'yish haqida juda ham ko'p usullardan foydalanib ko'rdim. Chunki hammamiz ham qiynalib topgan pulimizni to'g'ri yo'lga ishlatishni va uni kerakli joyda saqlashni yaxshi ko'ramiz. Ya'ni shu uchun harakat qilamiz. Va oxirgi aytaylik 3 oy oldin o'zimga eng yaxshi ideal deb o'ylagan yo'lni topdim va mana shu davomida, mana shu o'zim oxirgi 3 oy ichida ishlatib kelayotgan usul haqida gapirib bermoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ring va mana shu videoni oxirigacha ko'rganingizdan keyin ishonaman, agar shu usulni to'g'ri qo'llaydigan bo'lsangiz, o'zingizni finansingizni qaysi tarafga boshqarish, to'g'ri ishlatish yoki agar noto'g'ri joyga ishlatayotgan bo'lsangiz, mana shu yerda noto'g'ri ketayotgan ekanman degan qarorga kelishingizga anchagina yordam beradi deb hisoblayman. Pul yig'ish har doimgidan ham anchagina qiyin bo'lib ketyapti, chunki atrofimiz marketing va reklamalarga to'lib ketgan. Misol uchun foizsiz uy olish, foizsiz mashina olish yoki hozircha olavering, pulini keyin bo'lib qanchadir vaqtda to'laysizda degan narsalar va bunaqangi reklamalar ichida noto'g'ri qaror qabul qilib qo'ymaslik bu juda ham katta narsa. Lekin aytmoqchi emasman, men mana bu bugun gapirib beradigan usul sizni 100% mana shunaqangi noto'g'ri qarorlardan asrab qoladi deb yoki men ayta olmayman, agar siz oyiga $500 dan yig'ib borayotgan bo'lsangiz, buni 2 barobar yoki 3 barobar ko'paytirib beradi bu usul deb, lekin ayta olishim mumkin, siz pullaringizni qayerga ketayotganligini yaxshigina analiz qila olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, o'zim haqida gapiradigan bo'lsam, o'zim ham oylikka ishlaydigan odamman va deyarli 2 yilga yaqin bo'lib qoldi oylikka ishlab kelaman. Va har doim oylik olganda oyligimni bitta joyga qo'yib qo'yardim. Oldin aytaylik 3 oy oldingi gap haqida gapiryapman va bir oydan keyin pulim qayerga ketganini ba'zida tushunmay qolardim. Chunki har doim ham biz shunaqa hamma pullarimizni hisoblab yoki yozib yurmaymiz. Tak mana shu yerga shuncha ishlatdim yoki mana bu yerga buncha ishlatdim deb. O'shaning uchun ba'zida bizda noxushliklar bo'lib qoladi, ko'ngilsizliklar bo'lib qoladi. Shunchalik qattiq ishlayapman, yaxshi pul topayapman, lekin pulim yig'ilmayapti deb. Va oxirgi izlanishlardan keyin bitta yaxshi usul topdim va bu narsani 3 oydan beri qo'llab kelyapman va bu narsa menga anchagina yoqayapti va sizlarga shuning uchun bo'lishga qaror qildim. Bu narsa olgan pullarimni, masalan aytaylik, bugun oylik oldim va kerakli joylarga ishlatish uchun bo'lib chiqish. Misol uchun konvert qilib olganman o'zimga. Mana bu konvert ko'rsalaring bo'ladi. Bu tarafida qancha oylik olganim va ismim, ishxonamizdan shunaqangi konvert beriladi. Xo'p, oyligim keldi. Masalan, aytaylik, mana bugun 20-mart, 20-martda oyligim oldi va oyligimni endi qanaqangi bo'lib chiqaman. Birinchisi, bu narsa haqida gapirmaymikan deb ko'p o'yladim. Gapirsam qanaqadir bir maqtanishdek bo'lib qoladi, lekin gapirmasam ham bo'lmaydi. Chunki bu narsa juda ham kerak bo'lgan narsa. Birinchi, bu ko'rib turgan bo'lsalaring God deb yozilgan. Ya'ni bu Xudo, ya'niki Xudo yo'lida ishlatiladigan pullar. Biz shunaqangi nimada yashaymizki, jamiyatda bizda har doim qiynalgan odamlar bo'ladi. Balki bu tanishlarimiz bo'ladi yoki notanishlarimiz bo'ladi. Xullas, kimgadir har doim qanaqangidir yordam kerak bo'lib qoladi va mana bu konvert menda bu aytaylik qancha oylik oladigan bo'lsam ham bu o'zgarmaydi. $100 har doim mana shu konvert ichiga ketadi va o'sha qiynalgan qarindoshim bo'ladimi, tanishim bo'ladimi, qanaqadir qiyin muammoga tushib qolganda yordam berish uchun ishlatiladigan bu pul. Noto'g'ri tushunmanglar, bu narsa qarz emas. U biz qarz beramiz va qarz qaytib kelishini biz kutamiz. Bu ketgan pul qaytib kelishi kutilmaydigan pul. Va endi kimga qanaqa, kimdir ishlatishi mumkin bu narsani yoki qilmasligi mumkin, bu o'zlaringga bog'liq. Va men bu narsani kerakli deb topganim uchun qilaman va foydasi bor deb o'ylayman. Bu birinchi narsa. Farqi yo'q, qancha oylik olaman, $1000 olamanmi, $10,000 olamanmi oylik. Har doim bu konvert ichiga $100 ketadi va oyda oxirigacha
oygacha kerakli joylarga taqsimlanib beriladi. Xo'p, ikkinchi konvert. Bu yerda ko'rgan bo'lsalaring debt deb yozilgan, ya'ni qarz. O'zimda ham qanchadir qarzlarim bor va ko'pchilikda qarzlar bor. Va qarzdan qutulish yo'li ham oson emas. Ba'zida chunki qiynalib pul topamiz va qaytarishga kelganda ozgina o'ylanib qolamiz. Shuni keyingi oy qaytarsamchi yoki undan keyin qaytarsamchi, har doim bizada o'zimiz uchun yetarli muammolarimiz, xarajatlarimiz bo'ladi. Lekin bu qarz biz qanaqadir qiynalganimizda, bizga pul kerak bo'lganda kimdirlar qarz bergan va buni qaytarib berishga biz majburmiz. Va mana shunaqangi konvert qilish qaytarib berishimizni anchagina osonlashtiradi. O'zi tepada yoki pastda jadval qo'yib qo'yaman. Bu masalan aytaylik oylik oladigan bo'lsam, bu hammasi foizlarga bo'lib chiqilgan. Misol uchun qarzlarim uchun oyiga qancha foiz ajrataman va boshqa xarajatlarim uchun foizlar qancha ajrataman va bu naqangi konvert qilish yaxshi tarafi aytaylik siz 3 oyda, 6 oyda yoki 1 yilda qarzlaringizdan qutuladigan bo'lsangiz, endi mana bu qarzga deb yig'ilayotgan pulingiz chiqib ketadi va o'zingizni boshqa muhtojligingiz uchun ishlasangiz bo'ladi va siz qiynalmaysiz qarzlarni ham o'z vaqtida qaytarishga. Chunki bu yig'ilib boradi. Aytaylik sizda $1000 qarz bo'ladigan bo'lsa, aytaylik 2-3 oyda pulingiz yig'ilib qoldi va sekingina qiynalmasdan olgan qarzlaringizni qaytarib berasiz. Keyingi konvert bu biznes deb yozilgan. Biznes hozir o'zim oylik uchun ishlayotgan bo'lsam ham qachondir o'zimda niyat bor, maqsad bor, o'zimni biznesimni qilaman degan narsa. O'shaning uchun hozirdan pul yig'ib boraman bu narsa uchun. Meni hozirgi biznesim nima? Bu YouTube bo'lishi mumkin, sayohat bo'lishi mumkin yoki mana bu studiyalar, mana shular hammasiga men biznes deb qarayman va kelajakda mana shu narsalar o'zimga foydali bo'ladi deb o'ylayman. O'shaning uchun bu konvertga tushgan pullarimni mana shu studiyam uchun ishlataman, sayohat qilishim kerak bo'lsa sayohat uchun, xullas mana shunaqangi narsalar uchun mana bunga ham foiz kirib boradi. Keyingisi biza o'zbeklar juda ham ko'p e'tibor bermaydigan narsamiz bu sog'liq. Bu nimaga? O'rtada ozgina vaqt zalga chiqdim va zalga oyligim 500 ming to'lov bo'lardi va o'sha zalga har doim mana shu konvertdan to'lov qilib borganman. Va undan tashqari biz tirik jonmiz, issiq jonmiz, o'shaning uchun kasal bo'lishimiz bor, gripp bo'lishimiz bor, ukol olishimiz kerak, dori olishimiz kerak. O'shanaqa vaziyatlarda har doim mana shu konvertga qo'yilgan puldan ishlatiladi. Boshqa konvertga o'tib ketmaymiz. Har doim sog'lig'imiz yomon bo'ldimi, biz bilamiz mana shu konvertda pulimiz bor va o'zimizning sog'lig'imiz uchun mana shu konvertdan foydalansak bo'ladi. Bu dorilar uchun, ukollar uchun yoki vitaminlar uchun bo'lishi mumkin yoki qanaqadir sport bilan shug'ullanib o'shanga pul to'laydigan bo'lsak, oylik abonement, mana shu konvertdan pulimiz ketadi. Keyingi konvertimiz bu repair deb yozganman, ya'niki bu tuzatish. Bu konvertga hozir pul qo'yilmayapti. Mana bu studiyamni qilayotganimda qanchadir xarajatlar ketdi, baribir unga biznesdan ishlatmadim. Mana bu repair deb qo'ygan konvertimga har oy qanchadir pul sobordim va mana shu studiyamni remonti uchun mana shu puldan ishlatdim va aytib o'tdim 3 oydan beri bu usuldan foydalanyapman deb, lekin bu konvertga qo'ygan pulim yetmagan edi. O'shaning uchun biznesdan ham pul oldi, lekin asosiy pulim mana bu repair, ya'ni remont uchun deyilgan puldan chiqib ketdi. Bu ham juda ham yaxshi narsa. Va hozir bu studiyamni qurib bo'lganimdan keyin endi men hech qanaqangi remontga pul sarflashim kerak emas. Shuning uchun endi bu remontni pulini olib yoki biznesim uchun yoki boshqa xarajatlarim uchun ishlatsam bo'ladi. Endi bu narsa vaqtinchalik chiqib ketsa bo'ladi. Agar yana qanaqadir studiyam uchun nimadir qilmoqchi bo'ladigan bo'lsam yoki uy uchun qanaqangi xarajat bo'ladigan bo'lsa, bu konvertni yana qaytarib qo'yib, yana bunga pul yig'ishni boshlasam bo'ladi. Keyingi konvertimiz bu family, oila uchun. Ya'niki biz kiyinamiz, qayergadir bir haftada bir marta dam olishga borgimiz keladi yoki bir oyda bir marta uzoqroq joyga borgimiz keladi. Xullas, oilada qanaqangi muhtojlik bo'ladigan bo'lsa, hammasi mana shu konvertdan ishlatilinadi. Harakat qilaman almashtirib qo'ymaslikka. Ba'zida u konvertdan pul olinib boshqa narsaga ishlatilib ketiladi yoki mana bu oila uchun deb qo'yilgan konvertdan pul olinib boshqa narsa uchun ishlatib kelinadi, lekin har doim harakat qilaman agar bundan pul olib boshqa narsaga ishlatib qo'ygan bo'lsam, undan olib bunga o'z joyiga qo'yib qo'yishga. Xullas, juda ham sodda, oila uchun qanaqangi xarajat bo'ladigan bo'lsa, mana shu konvertning ichiga kirib ketadi. Keyingi konvertimiz bu groceries. O'zbek tilida xullas yeb ichishimiz uchun kerak bo'ladigan narsalar groceries. O'zbek tilida esimdan chiqib qoldi. Xullas, o'sha narsa pastda yozib qo'yaman. Odam o'zi uchun yaxshigina xarajat qilish kerak deb hisoblayman. Ayniqsa yeb ichish uchun. Yeb ichish bizda juda ham yaxshi emas, e'tibor berilmaydi. O'shaning uchun yaxshi yeb ichish uchun yaxshigina foiz bunga ajrataman. Chunki bizni ishimiz, bizni rivojlanishimiz, o'ylashimiz, fikrlashimiz ko'pincha nima yeyishimizga,
qancha vaqt uxlashimizga bog'liq bo'lib qoladi. O'shaning uchun bunga yaxshigina foiz ajratiladi. Bu ham juda ham oson narsa. Mana bu ikkalasi, ya'ni oila bilan mana bu groceries tez aralashib ketib qoladi. Ba'zida bilmay qolaman, qanaqadir xarajat qiladigan bo'lsam, bu oila uchun deb ajratilgan pulni ishlatilishi kerakmi yoki groceries uchunmi? Xullas, mana shu ikkalasi tez aralashib ketib qoladi, lekin bu ham juda ham foydali, kerakli bo'lgan narsa deb hisoblayman. Keyingi xarajat bu car, ya'ni mashina xarajatlari. Mashinam yangi emas, eski mashina, o'shaning uchun ko'p remont talab qilib turadi. Balki bir oyda bir yoki 2 oyda bir marta remont qilishim kerak bo'ladi. O'shaning uchun car degan konvert ham qilib qo'yganman. Bunga har doim mashinaga gaz solishim kerak bo'ladigan bo'lsa, yog'ini almashtirishim kerak bo'ladigan bo'lsa yoki qayerdadir buzilib qoladigan bo'lsa, uni tuzatish uchun har doim mana shu konvertdan foydalanaman. O'zi mana bu konvertlarimni qilishimni bitta foydalaridan bittasi, misol uchun mashinam ko'chada buzilib qoldi. Aytaylik, 1 million so'm xarajat qilishim kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimda qanaqangidir tushkunlik bo'lmaydi. Bo'ldi, mana bu mashina uchun yig'ib qo'ygan pulim bor-ku, o'shandan ishlataveraman deb. Lekin agar menda mana bu konvert bo'lmaydigan bo'lsa, nima uchundir pul yig'ib borayotgan bo'lsam, o'sha puldan olib mashina uchun ishlatib qo'ydimmi, o'ylanib qolaman, mana shu yig'ayotgan pulimdan shuncha pulim mashinaga ketib qoldi-da deb. Lekin mana bu konvertdan pulim ketgani uchun hech qanaqangi tashvish, o'ylanish degan narsa bo'lmaydi. Chunki mashina uchun qo'yilgan pul mashina uchun ketadi. Hech qanaqangi buni yomon joyi yo'q. Keyingisi, eng ko'p foizlarim ketadigan joy bu home savings, ya'ni uy uchun xarajatlar. Hozir o'zimning shaxsiy uyim yo'q. O'shaning uchun menda eng katta prioritet bu uy uchun pul yig'ish. Aytib o'tganimdek, katta foiz bunga ketadi va agar aytaylik qanaqadir xarajatlarim ko'payib ketib qolib, misol uchun aytaylik mana bu mashinaga $100 pul yig'ib qo'ygan bo'lsam, mashinam $300 xarajat ketadigan bo'lsa ham, bunda konvertda pul qolmay qolganda ham boshqa narsalardan olib ishlataman, lekin hech qachon biznes uchun qo'yilgan pul va uy uchun yig'ilayotgan pul hech qachon ishlatilmaydi. Bular har oy bunga pul qo'yildimi, bu umuman o'zi alohida boshqa joyga qo'yiladi va bu narsa juda ham yaxshi, chunki siz pulingizni boshqa narsaga ishlatib qo'ymasligingizni bu narsa oldini oladi. Eng oxirgi konvertimiz va eng muhim konvertlardan bittasi. Hozir bitta ruchka bu yerda pullarni ham yozib qo'ygan ekanman, mayli, ko'rinmaydigan qilib. Xullas, bu favqulodda vaziyatlar uchun holatlar. Mana shunaqangi konvertlar qilib qo'yganim bilan har doim qanaqadir kutilmagan vaziyatlar kelib qoladi. Misol uchun, sog'liq uchun qanchadir foiz yig'ib borayotgan bo'lsam ham aytib bo'lmaydi, qanaqadir noxushlik bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha sog'liq uchun degan konvertdagi pulim yetmay qolishi mumkin. O'shaning uchun har doim menda emergency fund, ya'niki favqulodda holatlar uchun pul bo'lishi kerak. O'shaning uchun mana bu favqulodda holatda ham yaxshigina pullarim turadi. Va yana bundan tashqari nimaga? Bizda har doim o'zbekchilik degan narsa bor. Bunda kimdirdan qarz so'raladi va kimgadir qarz beriladi. Ko'pincha mendan qarz so'ralganda boshqa konvertlarimga umuman tegmayman. Mana shu emergency konvertidan olaman. Aytaylik, $500 kimgadir pul kerak bo'ldi, olaman, beraman va bir oydan keyin o'sha pulim mana bu konvertimga yana qaytib keladi. Va bu narsa juda ham yaxshi. Emergency fund har doim kerak bo'ladigan narsa. Agar sizda mana bu konvert bo'lmaydigan bo'lsa, siz boshqa konvertlarga hujum qilishingiz kerak. Ya'niki sizga pul kerak bo'lganda boshqa konvertlarga har doim o'tib ketishingiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun bu narsani oldini olish uchun emergency fund qilib qo'yish kerak deb hisoblayman. Konvertlarimizni hammasi shu edi va mana shu konvertlarni qilish bo'yicha pulni shunaqangi usulda pul yig'ish uchun ozgina maslahatlar va chek-listlar bor. Ularni hozir o'zim kompyuterimga yozib qo'yganman. O'shalarni bitta-bitta qilib bermoqchiman. Xo'p, oyda boshi biz pulimizni oldik, oyligimizni va birinchi, agar siz qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni yaxshilik uchun, xudo yo'li uchun qanaqadir pul ajratmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, uni darhol olish kerak, bitta konvertga solib alohida olib qo'yish kerak deb hisoblayman. Bu birinchi narsa. Ikkinchisi, uy jamg'armasi va biznes jamg'armasi uchun foizlarni ajratdingizmi, konvertiga soldingizmi? Aytib o'tganimdek, ularni ham birdan boshqa joyga olib qo'yish kerak, chunki masalan groceries bo'ladimi, oila bo'ladimi, soliq bo'ladimi, ular har kuni yoki 2 kunda bir marta pul olib ishlatilinadi ulardan. Lekin bu uy uchun jamg'arma va biznes uchun jamg'arma hech qachon uzoq vaqtda bir ishlatilgani uchun har doim olib boshqa joyga birdan qo'yib qo'yish kerak deb hisoblayman. Keyin bizda haftalik
haftalik nazorat bor. Xo'p, bir marta haftani bir boshida, masalan, dushanba kuni yoki yakshanba kuni o'tirib bir qarab qo'yamiz. Bu hafta qaysi bo'limdan oshib ketdim? Ya'niki aytaylik, olamiz family. Biz bunga pul qo'yganmiz, aytaylik taxminan $100 pul qo'ydik, lekin bir haftani o'zida biz $50 ishlatib qo'yadigan bo'lsak, $50 pulimiz qoladi va nimaga $50 bir haftada ko'p ketib qoldi oila uchun degan narsa bo'ladi. Hozir taxminiy pullar haqida gapiryapman. Bu $100 bo'lishi ham mumkin, $1000 ham bo'lishingiz mumkin oyligingizga qarab. Va o'tirib o'ylab ko'raman, nimaga ko'p pul ketib qoldi bu hafta degan. Ikkinchisi, keraksiz xarajatlar bo'ldimi? O'tirib hisoblab chiqaman. Agar qayergadir ko'proq xarajat qilib qo'ygan bo'lsam, ya'niki keraksiz xarajatlar qilib qo'ygan bo'lsam, bu narsa haqida ham yana bir marta o'ylab ko'raman. Uchinchisi, biznesda pul olib kelgan bitta ish qaysi bo'ldi? Hozir o'zim qilaman deyotgan biznesimga qanchadir pul tikib boryapman, lekin hozircha hech qanaqangi pul olib kelayotgan yo'q, faqat pul sarflanyapti. O'shaning uchun bu hozirgi ayni vaqtdagi narsaga ta'sir qilmaydi, balki 2-3 oyda yoki qanchadir vaqtdan keyin qilayotgan pullarim o'zimga qanaqadir pul olib kelganda o'shanda ishlatishim mumkin. Keyingisi, oy oxirida tekshiruv, ya'ni oy oxirida, masalan aytaylik bugun 20-martda oylik oladigan bo'lsak, 20-aprelda o'tirib bir 15 minut mana shu konvertlarimiz haqida o'ylab, fikrlab ko'rishimiz. Birinchisi, qaysi konvert ortiqcha chiqdi va nima sabab? Aytaylik, groceries, kundalik sotib oladigan yeyish uchun narsalarimiz biz $200 ajratgan bo'lsak, balki $100 ortib qolgan bo'lishi mumkin va bu 1-2 oy davomida takrorlanadigan bo'lsa, demak biz o'sha konvertga ko'proq foiz ajratib qo'yyapmiz va biz bu narsani bir martadan qayta o'ylab chiqib, foizini kamaytirsak bo'ladi yoki-da aytaylik 3-oyga yetarlicha bizda pul bo'ladigan bo'lsa, o'sha mahsulotlar uchun bu oy biz o'sha mahsulotlar konvertiga hech qanaqangi foiz ajratmasdan uni boshqa yoki biznesimiz uchun yoki uy uchun pul yig'ayotganimizga, ya'niki o'sha narsalarga pulimizni ajratib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bu oy sotib olishimiz uchun, mahsulotlarimiz uchun hech qanaqangi foiz ajratmasak ham bo'ladi. Keyingisi, qaysi konvertda kam bo'ldi? Qaysidir konvertlarda biz juda ham ko'proq ishlatib qo'yishimiz mumkin. Aytaylik, mashinamda bu oy xarajat ko'payib ketdi, $100 ajratayotgan bo'lsam, $200 xarajat qilib qo'ydim, $100 emergency funddan olib qo'ydim. Demak, keyingi oyda mashinamga ko'p xarajat qilmaslikka harakat qilaman va keyingi oyda aytaylik $100 har oy qo'yib boradigan bo'lsam, $50 xarajat ketdi mashinamning xarajati uchun. Bu $50 olib emergency fundga yana qaytarib qo'yishim kerak bo'ladi. Keyingi oy uchun bitta tuzatish qarori. Xo'p, mana shu narsalarni hammasini ko'rib chiqqandan keyin bir 15 minut, 20 minut o'tirib, nima to'g'ri ketyapti, nima noto'g'ri ketyapti deb o'ylagandan keyin o'zi aniq bo'lib qoladi, qayerda to'g'ri ketayotganimiz va qayerda noto'g'ri ketayotganimiz. Va hammasini qarorlarimizni bitta qilib o'ylab, fikrlab chiqqanimizdan keyin biz har doim bitta nimanidir to'g'rilashim kerak ekan degan qarorga, fikrga kelib qolamiz. Va o'sha to'g'rilash kerak bo'lgan narsani oy oxirida to'g'rilab oladigan bo'lsak, keyingi oyimiz uchun anchagina yaxshiroq bo'ladi. Keyin mana bu konvert qilayotganda o'zini oltin qoidalari bor. Bu ham 4 ta ekan. Bu narsalar haqida ham bitta gapirib o'tib ketaman. Pul kelgan kuni ajratiladi. Oy oxirida emas. Biz oylik oldikmi, shuni ertaga qilaman, indin qilaman deganimizcha o'zi qanchadir pulimizni ishlatib qo'ygan bo'lamiz. O'shaning uchun oylik keldimi, birdan uyga kelganimizdan hammasini o'zini konvertlarga bo'lib chiqishimiz kerak. Keyingisi, uy jamg'armasi va biznes puliga tegilmaydi. Buni oldin ham aytib o'tdim. Xo'p, bizda kutilmagan xarajatlar bo'lib qoladigan bo'lsa va emergency fundimizda pul tugab qoladigan bo'lsa ham biz borishimiz mumkin, familydan ishlatishimiz mumkin yoki grocery'sdan yoki mashinani pulidan ishlatishimiz mumkin, lekin biznes bilan uy uchun yig'ilayotgan pulga hech qachon tegilmasligi kerak iloji boricha. Endi xudo ko'rsatmasin, noxush holatlar bo'lib qolishi mumkin va hamma konvertdagi pulimiz yetmay qolishi mumkin. Unaqa vaziyatda albatta ishlatishga to'g'ri keladi, lekin agar boshqa konvertlardagi pulimiz yetadigan bo'lsa yoki emergency funddagi konvertimizda pul bo'ladigan bo'lsa, mana shu ikkala konvertga umuman teginmaganligimiz ancha yaxshiroq bo'ladi o'zimiz uchun. Uchinchisi, bu juda ham ko'pchilikda kuzatiladigan narsa. Aytaylik, hozir siz $1000 topib turgan bo'lsangiz, oyligingiz $5000 ga chiqib ketadigan bo'lsa, hayot sifati ancha yaxshilanib ketishi. Ya'niki daromad oshsa ham hayot darajasi darhol oshirilmaydi. Ya'ni $1000 pul topib turgan bo'lsam ham, keyinchalik oyligim $5000 ga chiqib ketadigan bo'lsa ham, birdan balki qanaqa deb tushuntirsam bo'ladi,
hayot sifatimiz oshib ketmaydi, ko'p xarajatlar qilib tashlamaymiz, sayohatlar qilib tashlab yoki keraksiz xarajatlar qilib tashalmaydi, foizlar oshib boradi, shunga yarasha biznesimizga ko'proq pul tikiladi va uy jamg'armamiz uchun ko'proq pul sarflanadi. To'g'ri, oilamiz uchun ham yoki nima yeb ichayotgan bo'lsak, bu narsalar ham ozgina yaxshilashadi-yu, lekin shunaqangi narsa bor bizada, shuncha ko'p pul topsam ham xarajatlarim shuncha ko'payib ketyapti deydi. Bu narsa pulni to'g'ri yo'naltirilmaganidan bo'ladi. Chunki biz qancha ko'p pul topsak, shunchalik ko'p pul sarflashni xohlaymiz. O'shaning uchun agar biz mana bu sistema bo'yicha pullarimizni sarflaydigan bo'lsak, bizni investitsiyamiz ham, kerakli narsalarga yig'ib borayotgan pullarimiz ham o'z joyida yig'ilib boriladi. Bu narsani oldini mana bu sistema oladi deb hisoblayman. To'rtinchisi, juda ham yaxshi narsalar mana bu yerda chiqarib qo'ydim. Mana remontni konverti chiqib ketdi. Shunga o'xshash mana qarz bor, qarz konverti. Aytaylik, qarzlarimni 3 oyda, 6 oyda yoki 1 yilda qutuladigan bo'lsam, mana bu konvertlarni endi muzorga tashlab yuborsam ham bo'ladi. Chunki hech kimdan qarz emasman va hech qayerda hozircha remont qilishim kerak emas. Yoki aytaylik, bitta yangi mashina oldim va yangi mashina olganimdan keyin o'zidan-o'zi remontlarim kamayadi mashina uchun. Unda car degan konvertim ham chiqib ketsa bo'ladi, chunki unga qiladigan xarajatim faqat gaz quyish, benzin quyish yoki yog'ini almashtirish, shunga o'xshagan asosiy narsalar bo'ladi. Ya'niki ko'p remont talab etilmaydi. Xullas, hozir qanchadir vaqt davomida qilinishi kerak bo'lgan narsalar vaqti o'tib chiqib ketadi va o'sha chiqib ketgan pullar, misol uchun remontga qancha pul ajratyapman, qarzga qancha pul ajratyapman, bu narsalar endi boshqa tarafga bemalol yo'naltirsa bo'ladi. Bu narsa yaxshi narsa. Endi mana bunaqangi usulda pul yig'ishni o'zim foydali deb bilgan 3 ta narsa haqida gapirib bermoqchiman. Birinchisi, bu pulingiz qayerga ketayotganini aniq bilasiz. Chunki siz hamma pulingizni yig'ib qo'ydingiz va oyda oxirida o'ylab o'tirmaysiz, shuncha pul topibman, qayerga ketdi shuncha pulim deb. Konvertlaringizga qaraydigan bo'lsangiz, to'g'ri pulingiz ketgan bo'lishi mumkin oilangiz uchun yoki qanaqadir yeb ichadigan narsalaringiz uchun, sog'lig'ingiz uchun, lekin uyingiz uchun pulingiz yig'ilib boryapti, biznesingiz uchun pulingiz yig'ilib boryapti va ko'nglingiz bu narsalardan anchagina xotirjam bo'ladi. Ikkinchisi, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz, o'zingizga bo'lgan xotirjamligingiz ancha oshadi. Chunki pulingiz yig'ilib borgandan keyin o'zingizda qanaqadir hissiyot paydo bo'ladiki, pul topyapman va pulimni o'zim yaxshi joyga, kerakli joylarga yo'naltira olyapman degan narsa bo'ladi sizda. Bu narsa juda ham yaxshi. Ko'pchilik aytadi, agar sen ko'p pul qilmoqchi bo'lsang, oylikka ishlama, oylikka ishlaydigan bo'lsang pul topolmaysan, oylikka ishlab boy bo'lib ketgan odam yo'q deb. Bu narsaga qandaydir darajada qo'shilaman. To'g'ri, agar sizda orqangizdan ko'tarib oladigan odam bo'lmaydigan bo'lsa yoki o'zingizni yig'ib qo'ygan pulingiz bo'lmaydigan bo'lsa, siz majbur bo'lasiz qanchadir vaqt, balki 2 yil, balki 3 yil oylikka ishlashga va o'sha vaqt davomida ham mana bu usuldan foydalanib o'zingizni biznes uchun pul yig'ib boradigan bo'lsangiz, bemalol 2-3 yilda to'g'ri qarorlar bilan o'zingiz ko'zlagan maqsadingizga yetib olsangiz bo'ladi. Menga ikkinchi yoqgan narsa bu pulingizni to'g'ri joyga ishlatilishini ko'rib, demak o'zimni pulimni o'zim boshqara olyapman degan o'zingizda xursandchilik, ko'ngil xotirjamligi bo'lishi. Uchinchi va o'zimga eng yoqadigan narsa bu, biz oylik olganimizda oldin qanaqa pul yig'ganmiz, endi o'zimni oilamizda ham yoki o'zim ham oylik oldik. Misol uchun mana oyligimiz keldi konvertimizda, bizada asosan bitta katta prioritet bo'ladi. Bu yoki uy uchun, yoki mashina uchun, yoki boshqa narsa uchun pul yig'ish. Pulimizni olib bitta joyga qo'yamiz. Bizda bir oyda qanaqangi xarajatlar bo'ladigan bo'lsa, hammasi mana shu konvertdan olinadi, ishlatilib ketilaveradi va undan ortgani uy uchun qoladi. Bu sistema nima uchun menga yoqmadi? Nimaga bu narsa bilan qoniqmadim? Chunki mana bu kitobni o'qib chiqdim. Atomic Habits juda ham yaxshi kitob. Ko'pchilik o'qigan bo'lsa kerak. Agar kim o'qimagan bo'lsa, o'qishni maslahat beraman. Juda ham yaxshi kitob. O'zbek tilida ham bemalol topsalaring bo'ladi. Nimaga? Aytaylik, bizlarni bitta asosiy prioritimiz uy olish va 3 yilda aytaylik bitta uy olishimiz mumkin. Endi biz uy olishimiz uchun pulimizni yig'amiz. Biz qanaqangidir xarajat qilishimiz kerak bo'lsa, misol uchun aytaylik, bitta Toshkentga aylanib kelmoqchimiz oilamiz bilan va o'shanda aytamiz yo'q deymiz. Biz aylanmaymiz chunki 3 yildan keyin biz uy olishimiz
kerak yoki bitta xullas nimadir xarajatlar qilmoqchimiz, balki yaxshiroq yeb ichmoqchimiz, balki kafega chiqmoqchimiz, lekin biza uy olamiz deb qo'yganimiz uchun pulimizni hech qayerga ishlatmasligimiz kerak. Va bu narsa Atomic Habits kitobida sistemalar va maqsadlar degan narsa bor. Maqsadlar bu 3 yildan keyin bitta uy olishimiz. Bu bizning bitta katta maqsadimiz. Va endi biz o'sha maqsad yo'lida biz o'ngga ham chapga ham og'masdan minimum xarajat bilan yashashimiz kerak va 3 yildan keyin uy olishimiz kerak. Lekin bu narsani bitta minusi, biz o'sha yergacha yetolmay qolishimiz mumkin. 1 yildan keyin kayfiyatimiz tushib qolishi mumkin, motivatsiyamiz o'lib qolishi mumkin yoki o'zimiz charchab qolishimiz mumkin. Bu narsa juda ham qiyin narsa, lekin Atomic Habits bu narsani qoralaydi. Bu narsa yaxshi emas deydi. Uni o'rniga biz sistemalar o'rnatishimiz kerak deydi. Sistemalar bu nima? Biz hali ham uy olmoqchimiz, lekin uyimizni balki 3 yilda emas, balki 5 yilda olishimiz mumkin. Uyimiz hali ham turibdi, lekin endi bizning asosiy maqsadimiz bitta katta maqsad uy olish emas. Endi biz sistemalar qo'yib chiqamiz o'sha uyga borish uchun. Sistemalar nima? Biz sog'lig'imiz uchun e'tibor beramiz. Yaxshi sport bilan shug'ullanamiz, yaxshi yeb ichamiz, vitaminlar olamiz. Gripp bo'ldikmi, konvertimizdan pulimizni olamiz, ishlatamiz. Yoki oilamiz uchun biron joyga dam olmoqchimizmi, dam olishga ketamiz. O'zimizdan pul ayamaymiz. Albatta, pulni sochib tashlamaymiz, lekin o'zimizga keragicha ishlatamiz. Va o'sha 5 yilga borib uy olishimizgacha bizda sistemalarimiz bor. Biz o'zimiz uchun sog'lig'imizga qaraymiz, yeb ichishimizga qaraymiz, atrofimizdagilarga qaraymiz va bu jarayon anchagina qiziqarliroq bo'ladi. Biz endi zerikib qolmaymiz va biz charchab qolmaymiz. Buni yana bitta boshqa misol bilan tushuntirib beradigan bo'lsam, aytaylik, biz marafonga yugurmoqchimiz 42 kilometr. Biz yugurishga chiqamiz, 1 kun chiqamiz, 2 kun chiqamiz, 3 kun chiqamiz va 42 kilometrga qaraganimizda bu narsa menga emas ekan deymiz. 1 yilda biz bunaqangi natijaga yeta olmaymiz deymiz va 1 haftadan keyin biz u narsani tashlab chiqib ketamiz. Lekin agar biz mana bu kitobda yozilganicha James Clear aytgani bo'yicha sistemalar qo'yadigan bo'lsak, sistemalar bu nima? Misol uchun men har kuni yarim soat yuguraman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Men bilmayman 1 yildan keyin 42 kilometr yugura olamanmi yoki yo'qmi? Bilmayman. Lekin men biladigan narsa kuniga yarim soat yuguraman. Balki bu 1 kilometr bo'lishi mumkin, balki 2 kilometr bo'lishi mumkin. Va siz 1 oy davomida yarim soat yugurgandan keyin endi yarim soat sizni qanoatlantirmay qo'yadi. Endi siz 1 soat yugurishni xohlaysiz va ikkinchi oydan siz 2 soat yugurishni xohlaysiz. Va shunaqangi 1 yil davomida shunaqangi oshirib borib, katta maqsadga e'tiboringizni qaratmasdan faqat sistemalarga bor e'tiboringizni, fokusingizni beradigan bo'lsangiz, siz o'zingiz bilmagan holatda o'sha katta maqsadingizga, ya'ni 42 kilometr yugurish maqsadiga yetib qo'ygan bo'lasiz. Va mana shu yerda James Clearni o'zidan so'raydi. Biz katta maqsad qo'ymasdan sistemalarni o'ziga e'tibor beradigan bo'lsa ham, shunda ham biz maqsadimizga erishsak bo'ladimi deganda menimcha ha deb javob beradi va bu narsaga men ham qo'shilaman. Bu narsa bo'ladi. Demak, bizda 42 kilometr yugurish maqsadini umuman olib tashlaydigan bo'lsak va biz faqat sistemani o'ziga fokusimizni berib, o'sha bo'yicha ishlab, harakat qilib yuradigan bo'lsak, biz 1 yildan keyin o'zimiz bilmasdan 42 kilometr yugurib qo'yishimiz mumkin. Xuddi shunaqangi 5 yil davomida biz o'zimizni sog'lig'imizga qaraymiz, ishimizga qaraymiz, ishimizdan zerikib qolmaymiz. Hamma narsamizni o'z joyiga qo'yib borib, uyimiz uchun pulni ham yig'ib boradigan bo'lsak, jarayon ham qiziq bo'ladi, ham 5 yil davomida qanaqangi yetib borib qolganimizni bilmay qolamiz va biz borib o'sha 5 yilda o'zimiz xohlagan uyni olganimizdan keyin ham sog'lig'imiz joyida bo'ladi, oilamiz bilan munosabatlarimiz yaxshi bo'ladi. Xullas, o'zimizni orqada 5 yil yo'limizga qaraydigan bo'lsak, o'zimizdan faxrlanadigan yo'l qoldirgan bo'lamiz. Xullas, gapirib bermoqchi bo'lgan narsalarim mana shu edi. Bu kanalimda asosan sayohat bo'yicha videolar qo'yib borardim. Sayohatlar ham albatta qilamiz, lekin shu vaqt davomida o'zimni hayotim uchun foydali deb bilayotgan narsalar, o'zimga yoqayotgan narsalar haqida ham ozgina gapirib berishga qaror qildim. Chunki aytib o'tganimdek, pul masalasi bu og'ir masala va o'zim ko'p usullarni qo'llab ko'rganimdan keyin va eng oxirida mana shu usul men uchun ideal usul ekan deganim uchun buni ham sizlar bilan bo'lishga qaror qildim. Agar kimda qiziqish bo'ladigan bo'lsa va kimda muammo bo'layotgan, qiynalayotgan bo'lsa, pul yig'ish bilan mana shu usulni qilib ko'rsalaring, anchagina foydasi bo'ladi deb o'ylayman va agar foydasi bo'ladigan bo'lsa yoki qanaqadir mana shu usulda qanaqa kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa yoki takliflar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketadigan bo'lsalaring, buni yanada ko'proq ko'rib chiqamiz balki. Kanalga ham obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Xullas, shunga o'xshash yana o'zimda nima foydali, nimani qilsa bo'lar ekan deb o'yladim, o'qiyotgan kitoblarim haqida, umuman lifestyle'im haqida ham videolar qo'yib boraman deb qaror qildim. Videoni oxirigacha mana shu yergacha yetib kelgan har bir odamga rahmat aytaman. Keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha sog' bo'linglar.